37-misol sertifikat imtihonida trigonometrik tenglama yoki trigonometrik tengsizliklardan bo'ladi. Xo'p, hozirgi misolda yaxshilab o'rganib olamiz. Demak, mana shu narsa o'rtoqlar nimani beryapti bu? Bu kosinus 2x ni tangens orqali yoyilgan formulasini beryapti. Kichik yoki teng 1/2 dan. Ana endi o'shani ishlaymiz. Kosinusni 1/2 dan kichkina bo'lgan joyi qayerda? Birlik aylana chizamiz. Demak, kosinus 1/2 ga 60 gradusda teng edi. 60 gradusda. Mana bu yer 60 pi taqsim 3. Mana bu yer esa 300 bo'ladi endi. 5 pi taqsim 3. Endi soatga teskari qilib yechim olinadi. Mana shunday ko'rinishda olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda yozamiz. Ikkita x'imiz kichik yoki teng ekan 5 pi taqsim 3 dan davr qo'shib qo'yamiz. Ikkita pi n katta yoki teng ekan 60 dan pi taqsim 3 plus bunga ham davr qo'shib qo'yamiz. Ikkita pi n. Endi 2 ga bo'lib beramiz. 2 ga bo'lib berganimizda nima bo'lyapti? X'imiz kichik yoki teng 5 pi taqsim 6 plus pi n dan katta yoki teng bo'lyapti pi taqsim 6 plus pi n dan. Ana endi o'rtoqlar, xo'p, pi taqsim 6 dan 5 pi taqsim 6 gacha ekan. Bizga aytayapti 0 pi. 0 pi kesmada demak nechta butun yechimga ega. O'zi 0 pi bilan hozir kesishtirsak, mana shuni o'zi kesishib qoladi. Mana demak 0 pi da deyapti. 0 dan pi gacha bo'lganda nechta butun yechim bor? 0 dan pi gacha. Xo'p, bu yerda bizning javobimiz ham mana pi taqsim 6 dan 30 dan 5 pi taqsim 6 150 gacha boryapti. Aynan o'sha joyda kesishib qoladi. Endi shu yerdagi biz butun sonlarni olishimiz kerak. Pi taqsim 6 dan taxminan yarim 1/2 dan sal kattaroq son chiqadi. 1/2 dan sal kattaroq son chiqadi. 3,14 6 ga bo'lsak-da, 3,14 6 ga bo'lib yarimdan sal kattaroq son bu 5 ga ko'paytirsak, bu 2,5 dan sal kattaroq son bo'ladi. 5/2 dan sal kattaroq son. Shu oraliqdagi butun sonlar nechta desa, oralig'ida 1 bor va 2 bor. Bo'ldi, boshqa butun son yo'q. Demak, nechta butun yechimga ega desa, 2 ta butun yechimga ega deb olamiz. Keyingisi eng katta va eng kichik yechimlar yig'indisi bo'ldi mana. Eng kichkinasi pi taqsim 6 edi, eng kattasi 5 pi taqsim 6. Ikkovini qo'shib qo'yamiz. Pi taqsim 6 ga 5 pi taqsim 6 ni qo'shamiz. Bu pi chiqadi keyin javobi. Ikkinchisining javobi pi bo'lib qoladi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying.